alaykum. Hozir mana Shaftoli bog'daman. Ikki xil kasallik qisqacha ko'rsatib beraman sizlarga. Birinchisi shaftolining katta dushmani bo'lgan tafxira deformatsiya, ya'ni bargi bujmayishi bo'ladi. Ikkinchisi pseudomonas zamburug'ini, ya'ni ko'rsataman hozirgi holatini. Qanaqa bo'lishi, demak hozir mana ko'rishingiz kerak bo'lgani mana bunisi barg bujmayish kasalligi, mana ko'ryapsizlar. Bunga sistemli ishlanish kerak bo'ladi. Jiddiy kasallik, juda ham ehtiyot qilish kerak. Bargini mana to'kib to'liq yo'qotib yuboradi. Shuning uchun bunga maxsus preparatlar, ya'ni kurtaylab bo'rtib oqarish paytida ziram bor 76%, 100 litr suvga 200-250 gram qo'shib sepishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi mana hozir pseudomonas zamburug'i, mana ko'rasizlar holat. Bunga endi alohida maxsus pichoqda ishlanish kerak bo'ladi. Mana bu yiring joylarini shilib, olib tashlab, ustiga ichiga shuni muskoporosini emulsiyaga aralashtirib, ko'k holatga olib kelib, buni davolashimiz kerak bo'ladi. Mana holat. Plus bunga maniloz ham tushgan, mana gul manilozi tushgan. Shaftoli bilasizlar, birinchi gullab keyin bank chiqaradi. Shuning uchun mana maniloz zararlari qolmagan. Barg chiqarmayaptimi? Ahvoli yaxshi emas. Shuning uchun kimda shaftoli bog'i bo'lsa, kompleksni himoya qilishni o'rganish kerak. Diqqat qilish kerak bo'ladi. Dorilarni sepishga, ya'ni aytilgan vazifalarni vaqtida bajarishni o'rganishlik bu faqat o'zimizga foydaga ishlaydi. Mana holat, zararlar. Aytaraman, barg bujmayishiga ziram 76% eng yaxshi dori hisoblanadi. 100 litr suvga 250 gram qo'shishimiz kerak bo'ladi. Narigi pseudomonas zamburug'iga mis surib chiqishimiz kerak, quyuq qilib, to'q ko'k rangda bo'ladi.